Muhtaram prezidentimiz tomonidan Navoiy viloyatida hali imkoniyatlar kengligi, bu bular bo'yicha ishlash, kambag'allik, ishsizlik bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Jumladan bizning Navbahor tumanimizda ham qazilma boyliklardan foydalanish, tadbirkorlikni ko'paytirish bo'yicha aniq topshiriqlar va imkoniyatlar ochib berdilar. Shu bilan birgalikda Sarmissoy zonamizda turizmni rivojlantirish, qishloq xo'jaligida sanoatni rivojlantirish bo'yicha bir qancha topshiriqlar berildi. Tumanimizda joriy yilda 279 milliardlik loyihalarni amalga oshirish ko'zda tutganmiz. Shu bilan birgalikda 26.900 ish o'rinlari yaratilib, tuman og'ir toifadan ijtimoiy iqtisodiy faol tumanga aylantirib, yil oxirigacha kambag'allikdan va ishsizlikdan xoli hududga aylantiramiz. Joriy yilda tumanimizda 1 trillion 197 milliard loyihalar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Shundan 279 milliardi respublika byudjeti hisobidan amalga oshiriladi. Yil oxirigacha tumanni og'ir toifadan ijtimoiy iqtisodiy faol tumanga aylantirib, kambag'allik va ishsizlikdan xoli tumanga aylantiramiz.